$7000 ziyaniga beryapti. 2023-yil 48000 probegida Cherry Tiggo 7 Pro'ni eng fulli panoramalargacha bor. 360 kameralari bor. Podnoshkalargacha qo'yib qo'yilgan, beskulcha dasturlari ham bor. O'ylab ko'ring-da, hozir mass segmentdagi mashinalar nechta sotilyapti? Bitta like bosib qo'ying-da, taxminingizni qilib turing. 19000 dan baland taxmin qilvormang, даже 18000 dan ham pastroq taxmin qilib tursangiz ham bo'ladi. Yaqinlashtirib qo'ydimmi? Menimcha zo'r narx bo'ldi. Xullas, orqa tomonlari ham urinib qolmagan, o'rindiqlar ham to'liq elektropaket bo'ladi. Like bosib qo'ying-da. Osmonni qarab ketsangiz bo'ladi. Panoramalari ham вообще kattagina, chiroqchalargacha hamma narsa ishlab turibdi. Like bossizmi, bosmadingizmi? Like bosib qo'ying. Orqa bagajlar ham to'liq elektropaket, 1.5 turbina bo'ladi. Bilasizlar-ku, metan, propan o'rnatilmagan, benzinda harakatlangan, zapaskalar ham deyarli tushmagan ekan. Mashina akkuratni bir qo'l mashina. Nech pul taxmin qildingiz? Eng arzondan ham arzonroq qo'yib qo'yganman. Sababi biznesga pul ko'rishlar kerak. Cherry Tiggo 7 Pro'ni qorasini 2023-yil 48000 yurganda 17700 ga bosib olsangiz bo'ladi.